Жасар жаңа күннен сіздерге ыстық сәлем. Бүгінгі кештің қолдаушысы. Aziz tamашalar, sizin büyük gecelikimizde katlaşan her bir tamашalarınız için bu güzel akşamlar ben büyük yanına bakmamızı. Assalomu alaykum Raymaka, yaxshimi? Va alaykum assalom. Bugungi shu kechilikimiz nihoyat yaxshi oyoqlashdi. Tomoshabinlarning qizg'inligi, kayfiyati nihoyat yaxshi. Avval sizning kayfiyatingizni bilib olsak bo'lamdi. Bizning tomoshabinlarning kayfiyati shunday amdan bo'lsa, bizning undan jo'g'ari. Boshqa bizga nima kerak? Tomoshabinlar kayfiyati yaxshi bo'lsa, bizning uftig'imiz mana oxirida aytgandaqshida ham xalq sahna oldiga chiqib usullarni o'ynab, bizga nima kerak bo'ldi atiq. Arimjaka, bugun saharda keldinglar, qachon qaytsizlar? Ati kechida qaytamiz. Ati kechida aeroplan bizning. Bu sizlarniki Urumchiga ikkinchi qitimliq mushtaq konsert qatnashinglarmi? Uni oldida kelib qolgandinglar? Biz 8 yil burun televiziya stansiyasi bizni taklif qilgan, Qurbon bayramiga bir teleprogramma tushagan, shunga biz qatnashgan. Shundan keyin biz kelgan, buni ikkinchi qitim kelishimiz Darvish Top ansambli. Uni oldin o'zim ishlatib kelgan. Unda Darvish ansambli bugun cho'ng konsert qatnashganimiz birinchi qatim. Bundan keyin yana mushtaq konsertlar bo'lsa, yana kelib qatnashni o'ylab baqdinglarmi? Yo'q, bizni endi chaqas taklif qilsa, bizning texnikalik bir so'roqlarimizni ashlarimiz o'rilsa, biz kelaveramiz. Qancha qatim chaqasi uyushtiruvchilar bo'lsa, biz har qachon ma'qullaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchi qavm. Bu jolg'i buna O'rta Osiyo do'stlik konsertini o'tkazishdagi eng ulkan maqsadimiz do'stlik, intimaq. Осы елмен елді, жермен жерді ынтымағын осы әммен жалғағымыз келді. Тек мақсатымыз достық, былай мына Қырғызстан, Қазақстан, осы Шинжаң болсын ортамыздағы мәдениет алмастыру.